سلام عزیزای دل، امید که جور صحتمند باشین. من نبی‌الله فواد پاکیزه. خوش آمدین به یک از ولاگ‌های ما. امروز کجا هستیم ما؟ ملی باغ یکی از جای تفریحی تاشکند است که در پهلوی ماجیک سیتی موقعیت داره. عزیزای دل، یک باغ دلچسب دیدنی جذاب. تا آخر با ما باشین، از این باغ دلچسب دیدنی لذت ببرین. Azizlar, biz qayerga keldik deb sizlarga savol bermaymiz, chunki hamma biladigan Milliy bog'da bugun Nabiyulloh bilan video olamiz. Siz esa kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, like bosing, kommentlarni sizdan kutib qolamiz. Like, comment, subscribe az yodingizdan عزیزای دل. پاکیزاخون qanday? Zo'rmi? Juda Mazza beradi? Oyoqqa mashq bo'lar ekan, ham suvdan estetik zavq olasiz manzaradan. Siz hamma ishni menga qoldingiz. Ana shuni nima ismi nima? Keling, men boshqaray qolay, ha? Ko'ring. Siz bilasiz yo bilmaysiz? Yana tomon ketdi. Bilaman, tomon ketadi, devorga uradi. Siz bilmaysiz, men bilaman siz bilmaysiz. Shuning uchun. Endi sekin o'rganasiz. shunaqa. Bunga biron marta kirdingiz? Bu yo'q. Milliy bog'da birinchi marta suzishim. Boshqa joyda-chi? Boshqa joyda suzib ko'rdim. Mazzamada. Siz hozir urilasiz. Ehtiyot bo'lingki, eshiklar yopiladi. Xavotirga pulolmadi. Ko'prik. Biz hozir ko'prik tagidan o'tyapmiz. Turkiya ko'prikdamiz. Istanbul. Xo'p. Azoydil. Yosh bolachalar uchun ham, kichkina bolachalar uchun azoydil qismi که شما می‌بینین دیگه خیلی یک لذت خاص داره. هم چکرش، هم پایدل زنیش. دیگه هر وقت که وقت پیدا کردین به خاطر تفریح بیاین لذت ببرین از اینجا. در هر گوشه کنار دنیا که هستین، اما یک بار قایق سواری کنین، خیلی لذت داره. من خود لذت بردم رسیدم فعلا. اما یکم گشنم میکنم، پسان مجبور نان می‌خوریم. sekin tushunib boryapman sizning tilingizda. Sekin o'rganasiz. Siz hozir ham sog'liqqa foyda, ham sayohat qilamiz deyapsiz, adashmasam. Bunaqa qiyinchi? Juda tez aylantiryapsiz, men charchab qolyapman. Rostdan? Sekinroq aylantiring. Do'stlarim, biz doim Nabiyulloh bilan birga sayr qilib yurganimizda har doim musiqa asboblarini chaladigan yoki qo'shiq aytadigan do'stlarimizga duch kelib qolamiz. ادخمجان اینجا گیر کردیم ما، گفتیم یک موزیکی برابر برای ما بزنه، آهنگ برابر برای ما بخونه اینجا که هوای ما دیگه شود. شما هم ببینین لذت ببرین از این. ادخمجان داخل ماجیک سیتی یک جای طرح و تنظیم و تمام چیزش قسمی ریگستان در ولایت سمرقند موقعیت داره. بسیار یک شروع بالام داره. در ویدیو قبلی ما براتون گفته بودم. در نظر من بسیار جالب است. Do'stlar, biz Magic Aquarium yonidamiz. Bu yerda siz turli xildagi baliqlar, baliqchalarni ko'rishingiz va estetik zavq olishingiz mumkin. عزیزای دل، ما در دم دروازه نمایشگاه ماهی هستیم.
شما را میریم داخلش نشان میدیم که چه قسم تنظیم شده، ساختش. اما یکشه براتون بگم ساختش ساختی دیزاین در این. اگر فیلمش دیده باشین اینو ببینید که یک چیز سر داشت، تنک کتیک. از زایدان پاکیزه خان دلکش با ایسکریم شده، صدا داره که من از اون طرف دور صدا دارم، من میرم با ایسکریم میکنم. ببینیم که men muzqaymoqni judayam yaxshi ko'raman. Biz hozir turklarning eng mashhur bo'lgan va aytaveradi. Turklarning eng mashhur bo'lgan do'ndirma nomli muzqaymoqning yoniga keldik. Ketdik, olamiz. Olasizmi? Berlan tezlashtirasiz. Men olmayman, siz olasiz. Bitta bunga bering. Oling. Yaqinda keling. Yo'q-ku ichida. Yo'qmi? Ana. Ana bor. Buyur. Buyur. Al, uça. Uça. Yo'q. Buyur. Birodar shunaqa. Teyzem. Oladi. Yana bitta. Oling. Qancha baka? Rahmat. 20 ming? Yo'q, men olmayman. Bering, olaman, bering. Bulog'irmi? Beraymi? Da. Ana. Ma challenge oldum dedi. Sindirib qo'ydi. Oldu. Yo, yemaydi. Ana. Qo'rqadi. Ko'rding? Ha. Qancha bo'ldi? 20. I don't know. Sorry. Bo'ldi, endi bering. Sen endi izlashga bordi. Ertalabgacha bermayman senga. Qara. Shunga 1000 marta o'shazga kira. Do'stlarim, Magic City'da bir ajoyib narsaga ko'zimiz tushdi va biz bu yerga yugurib keldik. Ana میفهمم چیستا نامش اما فانوس میگن. فانوس چه نمیفهمم که چی است. خیلی زیبا دیزاین کردگی است. Juda ham chiroyli ekan. Wow. Fonusbek. 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 Pokizajon, bugun shunaqa zo'r bayram, shunaqa ajoyib bayram bo'ldi. Albatta. Keyin har davlat, har xalq, mamlakat odamlar keladi. Bu yerda o'zi kiyimlarini ko'rsatadi. Biz ham buni ko'ramiz. Keyin do'stlarimizga ko'rsatamiz. Albatta, har bitta do'stimizga ulashamiz. Ajoyib kayfiyat tilaymiz va bugun biz bu yerda juda ham chiroyli, bir-biriga o'xshamagan beqiyos kiyimlarni ko'rishimiz mumkin. Nafaqat viloyatlar, balki davlatlarning ham milliy liboslarini o'ziga xos tarzda ko'rishimiz mumkin. Va shu o'rinda o'zimiz ham ajoyib kiyinib olganmiz.